Ko'chada donasini o'mindan ko'rib, sotib olish fikridan qaytdim. Chunki buni 5-6 tasini puliga 40 ta tayyorlab olaman dedim. Xolasiz Xudo xolalanki qilib borasiz, xolasiz sotuv uchun tayyorlaysiz. Xona haroratida yumshagan 150 gram sariyog'ni yaxshilab ko'pirtiramiz. 75 gram shakar upasini bir osh qoshiqdan solib, har osh qoshiq solganimizda mikserlaymiz. Pishganida eng zo'r iforni taratish uchun vanilinni qo'shamiz. Bir dona tuxumni atalab, yarmini qo'shib, yana mikserlaymiz. Oldindan elab olgan unimizni ham bir osh qoshiqdan qo'shib mikserlashda davom etamiz. Idish tagida taxminan 2 osh qoshiq un qolganda qo'shib, qo'limizda yaxshilab mushlab olamiz. Xuddi shunday xamir hosil bo'ladi. Strechlaymiz va xolodilnikka 2 soatga jo'natamiz. Xolodilnikdan olamiz va koptokchalar yasab qolipimiz ichiga joylashtiramiz. Ishib ketmasligi uchun vilka uramiz. Oldindan qizigan duxovkaga 15-20 daqiqaga jo'natamiz. Aziz insonlarga mehr bilan bolalikdagi ta'mni eslatuvchi qaymoqdan foydalanib krem tayyorlaymiz. Moloko qo'shishni yoddan chiqarmang. Konditer qopchasiga solib, kremlarimizni chiqarib olamiz. Mana shunday ajoyib shirinlikni tayyor qilamiz. Ustiga istaganingizdan foydalanishingiz mumkin. Men kivi, qulupnayli konfityur hamda fistashka maydalanganidan foydalandim.